Bitta narsaga oydinlik kiritib olaylik. Chanqab ketdim desam, erim unaqa deb bo'lmaydi. Allohga xush kelmaydi dedilar. Kimdir aytibdi-ki, qancha ko'p chanqab ketdim, qornim ochib ketdi, chiday olmayapman desang, shuncha nima desam bo'ladi, Allohga yoqadi, chunki Ramazon ro'zani Alloh uchun tutamiz deb aytdi. Shunga biladiganlar bo'lsa, fikringlarni yozib ketinglar, qaysi biri to'g'ri, chanqab ketdim deyishmi yokida jim ro'zani tutishmi? Magazinga kirib suv oldim, pul olishmadi. Svetoforda ham menga bitta suv tashab ketishdi. Xuddi bir yil suv ichmagan tuyaga o'xshayman, lekin ishoninglar, hozir men o'sha og'iz ochar bo'ldim. Og'zimni ochganimdan keyin ikkita qultum suvga to'yaman. Gapga ketyapman. Gapda ozgina o'tirib, keyin uyga qaytib kelaman. Qizlar bilan o'zi bir oyda bir marta ko'rishamiz. Bormasam uyat bo'ladi, diydorshiroq odam sog'indi ularni. Gaplashib, chaqchaqlashib o'tiramiz.